Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Behzor mol bozoridan bozorimizni boshladik. Bolasi novosi ekan. Necha pul qilishdagi? 29 million so'rayapti. Necha pul bo'lsa beraverasiz? 30dan qo'shilib qolsin. Telefon nomeringizni aytib berasiz? 91lik 117 3039. Aniqaga chiqib savdoda sizlar bo'ladi. Nechinchi tug'ish aka bu? 3-chi bolasi, novosi. Shu. Otlari. Necha pul deyapsiz aka? 25. Ne yoshmi? Bir yoshmi? 8 oylik. 8 oylik. 8 oylik 25 million. Onasi bilan 25 million deyapti. Bir milyon bo'lsa 10 ta olaman, hafif qo'yasiz. Yo'q, yo, men bilasiz. Bu endi bo'ldi. Echkimizni 1 million qilishyapti. Qo'shing. Bo'lyapti-da hozir. Hurmatli obunachilar, qo'yaman deganlar uchun era bola qo'yimiz. Necha pul qilishdi era bola? 8,5 qilishdi. Necha pul bo'lsa berasiz? Mo'ljali yo'q. Chaqo'sa berib yuborasiz. Bunisi necha pul ekan? 3,5 million kam bu. Qo'chqormi, sog'lommi bu? Qo'chqor ekan. Telefon nomeringizni aytib berasiz? 99lik 411 88 aloqaga chiqib savdolasizlar bo'ladi. Sotildimi aka? Sotildimi? Javob yo'q. Nechiki?